Assalamualaikum, ben Gülcera Taşmamel. Son Gülcera Taşmamel, 31 yaş. Son 2017 yılın 26 günü Malaysiya'nın iş kanak izlediyor. Son 2010 yıldan 2017 yılgacha Malaysiya Texnologiya Universitetida o'qigan. A'lo natija bilan masterlikni bitirgan. Men 2018 oyda bir do'stim orqali Sanlarninki lagerga so'langanligini xabarini topshirib oldim. Shunday bo'lsa, hozirgacha sanamni hech qanday izlagini olmadim. Men xalqaro hukumatdan, yerlik va xalqaro har qaysi kuchlardan Xitoy hukumatiga amaliy harakati bilan besim ishlatishini, lagerlarni hozirdan taqishiga besim ishlatishini, andan vatanimizga mustaqil kuzatuvchilar va muxbirlarniki hech qanday to'solg'usiz kirib, ochiq oshkora xalqimizning ko'rayotgan kunini, hozir ahvolini ochiq oshkora ko'rishiga, film tortishiga, orqasi ishlarni qilishiga yo'l qo'yishini, o'sha besim ishlatishini chunki unga umid qilaman.